Nauka 0+ fan bilan bog'liq festival bo'lib, bu yil uni 20 yilligini nishonlashyapti va O'zbekistonda, ya'ni Toshkent shahrida Politexnika muzeyida 4-marotaba ushbu festivalni o'tkazib kelmoqda. Ushbu festivalning maqsadi yoshlarimiz o'rtasida fan bilan bog'liq bo'lgan har xil to'garaklar, har xil ixtirolar bilan bu narsani jamlasak bo'ladi. Kelajak avlodga ichki salohiyatini yana rivojlantirishga bu ancha yordam beradi. Bu yilgi mavzuyimiz kvant olami. Ya'ni har bitta insonni o'zini shaxsiy kvant olami bor. Bu yilgi aynan mavzu kvant bilan bog'liq bo'ladi. Har yil mavsumiy o'sha mavzularimiz o'zgarib boradi. Nauka 0+. Nauka 0+ bu xalqaro fan festivali bo'lib, u bugungi kunda eng kichik yoshdagi bolalardan tortib katta yoshdagilargacha bo'lgan keng auditoriyani qamrab olmoqda. Bugungi ishtirokimiz doirasida biz festivalga 2 yo'nalishda taqdim etmoqdamiz. Bular geologiya va mineralogiya yo'nalishlaridir. Tadbir davomida mehmonlar Rossiyada uchraydigan turli xil minerallar haqida batafsil ma'lumot olishlari, shuningdek, ularni mikroskop orqali yaqindan kuzatish imkoniga ega bo'ladilar. Mikroskop. Qizim juda ham yaxshi ko'radi eksperimentlar qilishni. Biz uyda o'zimiz bir narsalar qilamiz, lekin mana shunday haqiqiy mutaxassislar tomonidan o'tkazilgan ilmiy namoyishlar menimcha bolalarni ko'proq ilmga qiziqtiradi va bu biz uchun muhim. Qiynalsam ham ikkita bola bilan qizimni olib kelishga qaror qildim.